ancha qiyin o'yin o'tkazdi eronlik o'smir futbolchilar. Xo'p, men hakamlarni tanishtirib o'tdim. Endi esa ikkala terma jamoalar tarkiblarini tanishtirishni boshlayman. Darvozabon birinchi raqamda Hamid Rizo Giyasi Eron terma jamoasidan boshlandi. Ular mezbon sifatida qaydnomada qayd etilgan. 11-Abbos Rafi, 3-Said Muhammad Javad Husayni, 5-Ilya Abbosiy, 6-raqamda Al-Rizo Mausaviyan, 8-Amir Husayn Tavakkoli chiqdi. Abdurrasul Ahmadiy G'ulom Faruq Asalning yordamchisi. Eronda yaxshi imkoniyat bor. Zarba va gol. Xuddi hech narsa bo'lmagandek. Hozir to'p o'tkazib yuborishdi Afg'oniston o'smirlar terma jamoasi a'zolari. Qo'pol xatoga yo'l qo'ygan ekanda himoyachi. Osonlik bilan to'pni raqibdan olib qo'ydi va mana sizga vaziyat. Burchakka to'pni yo'naltirib yubordi darvozabon. To'pga tashlanishga ham ulgurmadi hozir. O'zgarishlar bo'ldi, to'g'ri, ikkita o'zgarish bo'ldi. Lekin undan tashqari hozir yaxshi imkoniyat bor edi yana Abbos Rafida. Yo'q, o'tib keta olmadi. Yo'q. To'pga borish kerak edi. Mana 2-2 ketdi yana o'sha Shamisi. Xavfli vaziyat, zarba, gol. 2-0. Oxiri o'z maqsadiga erishdi Al-Rizo Mausaviyan. +1 deb yozsak bo'ladi menimcha. Boshlanib bo'lgan edi. 46-daqiqa. Mana to'xtatdi, to'g'riladi. Qiyinda, yaqin masofadan zarba beryapti. O'z vaqtida to'pni yetkazdi Sheriga ham. Sizlarga yetkazaman. Voy, qanday chiroyli. Ko'ryapsiz-a, hammasi osongina bajariladi. Bu himoyachilarning bo'sh o'ng qanotga uzatildi. 4tami 5ta. Ofsayd qilishmoqchi, noaniq. Ofsayd yo'q. Yaqinlashdi. Uzatma va gol. Chiroyli chiqdi kombinatsiya. Hammasi xuddi mashq. Burchak zarbasi, rikoshet, gol. Qarang, ikkita eronlik futbolchi to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Qoyil lekin. Pas berib, mana gol urishgandek. Va bo'ldi, hakam uchrashuv yakunlanganligini bildiruvchi xushtagini chaldi. Eronlik futbolchilar